Xo'p, hammaga salom. Bugun biz qarzli ilovasini sotuv oynasida qanaqa ishlashini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz o'zimizga berilgan login parol topib olamiz. Ya'ni menda hozir ovqat gmail.com 1-8 gacha parolim. Xo'p, kirganimiz bilan avtomatik ravishda bizga sotuv oynasini ko'rsatadi. Sotuv oynasida nimalar bor? Misol uchun bizda kurs bor, bugungi kurs. Undan keyin valyuta dollardanmi, so'mdanmi, undan keyin mahsulotlarni biz qaysi klientimiz uchun optim narxda sotamizmi, yo'qmi? Endi biz bu yerda mahsulot topilgandan keyin ushbu filtr knopkasini bosib, uning ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, bizda bu yerda naqd, misol uchun so'mda qancha pul olganimiz yoki dollarda qancha pul olganimiz, mahsulotlar qiymatini o'sha yerdan oshirishimiz mumkin. Birinchi navbatda bizda kalkulyator bor. Bu yerda hozir bularni ishlash prinsipi qanaqa ekanini bir-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz ushbu yerda agar misol uchun biz ko'rishimiz mumkin, bu yerni bosadigan bo'lsak, agar telefoningizga kamerasi bor bo'ladigan bo'lsa, bu avtomatik ravishda kameraga access oladi. Endi bemalol shu joyda misol uchun qanaqadir QR kodlarni yoki barkodlarni shuni ko'rsatadigan bo'lsangiz, agar telefonda bo'ladigan bo'lsa, bu narsa avtomatik aniqlaydi. Hech qanaqa sizlarga skaner shart emas, sizlarga boshqa hech narsa shart bo'lmasligi kerak. Xo'p, endi bizda hozircha qo'limizda skaner yo'q, shuning uchun biz top tovarlardan sifatli ma'lumotlar kiritamiz. Xo'p, bizning top tovarlarimizda DNAmiz bor ekan, undan keyin top tovarlar bu siz tomoningizdan tanlangan. Misol uchun bu yerda top tovarlarimiz bor. Ushbu joyda siz bemalol qo'shib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun barcha mavzuotlar, misol uchun brendlari agar qo'shadigan bo'lsak, mana kelasi ham top tovarlarga qo'shib qo'yadi. Endi bizda ikkitasidan bor. Misol uchun bittasi narxi 10 so'm, ikkitasi narxi 10 so'm ekan, bittasi 34 dona, bittasi 47 dona bor ekan. Misol uchun bu narsani olamiz, bu narsani olamiz. Bo'ldi. Endi bu bizda qanaqa ishlaydi? Misol uchun bu yerdagi narxlar, ya'ni raqamlar qanday ishlaydi? Misol uchun biz DNAni o'zini tanlaymiz. Bu yerga 15 ta qilib enter knopkasini bosadigan bo'lsak, buni qiymatini 15 ta qilib qo'yadi. Bu yerni qiymatini 15 ta qilib qo'yadi. Endi biz o'chirish knopkasini bosadigan bo'lsak, o'sha mahsulotni o'chirib tashlaydi, ya'ni demakdagi delete knopkasi. Hop, yaramayapti endi. DNA tanlab qo'yamiz. Endi buni DNA kodni 5 dona bor, bizda bo'ldi. Bu yerdan o'chirish knopkasini bosadigan bo'lsak, bu o'chirish knopkasi bu yerdagi numpadni ma'lumotlarni o'chirish uchun xizmat qiladi. Hop, 5 enter bosdik. Hop, bo'ldi. Endi bu yerda filtr knopkasi, ya'ni o'sha knopkada birlik va narx degan funksiyalar bor. Ya'ni bu narsa pachka sotishimiz mumkin ekan. Pachkani chakana narxda yoki optim narxda sotishimiz mumkin ekan. Masalan, hozir shuni qiladigan bo'lsak, bu ketdi o'sha. U pachkada ichida donada 10 ta bo'ladi. Avtomatik ravishda bu narsa 50 ta hisoblaydi. Birligi, misol uchun pachkani biz 80 ming so'mdan sotamiz. Hozir yana ko'ramiz, agar chakana narx ham berilgan bo'lsa, mana chakana narx 90 ming so'm berilgan. Endi biz bu narsani pachkani o'chirib turib optim narxda dona bilan sotadigan bo'lsak, bu 8 ming so'mdan sotadi. Lekin oldingi o'xshab chakana narxda sotadigan bo'lsak, bu narsa 10 ming so'mdan sotadi. Bu narsa bizning ertagalikda klientlarimiz bilan, ya'ni mijozlarimiz bilan yaxshiroq aloqada bemalol mahsulotlarni sotishimizga yordam beradi. Ushbu joyda ko'rib turganlaring, bu narsa serverga ulangan, ya'ni sizlarni super admin, ya'ni o'sha biznes egasi bemalol qancha savdo qilganlaringni hammalaringni ko'rib turadi. Bu narsa onlayn ko'rsatib bo'ldi. Endi bu yerda demo sotuv, bu sizning ism familiyangiz, hozirgi paytdagi vaqt, undan keyin saqlash, ya'ni ajdaniga misol uchun kimdir kelgandan keyin u narsa qanaqadir muammo bo'lib, bu savatchani biz o'chirib yubormasligimiz kerak. Saqlash knopkasini bitta bosgandan keyin bu avtomatik o'zining xotirasini saqlab oladi. Yana kimgadir savdo qilganimizdan keyin saqlanganlarni bitta bosamiz. Shu joyda qaysi vaqt bo'yicha nima mahsulotlar bor, misol uchun 2 ta mahsulot bor ekan, o'sha qaytdi, savatchaga qaytdi. Endi bu yerda bizda ham top tovarlar bor, bu yerda ham top tovarlar bor. Sessiyani yopish, ya'ni kassani yopish, misol uchun kunni kechida, ya'ni option bizning do'konimiz faoliyat tugagandan keyin kassani yopadigan bo'lsak, misol uchun kassada so'mda qancha pul bor, dollarda qancha pul bor, o'sha narsani birma-bir ko'rib chiqishimiz mumkin.
Xo'p, endi bu yerda tozalash, ya'ni tozalash boshladigan bo'lsak, bu hammasi misol uchun o'chib ketadi. Bo'ldi. Mana shu yerdagi savatga biriktirilgan hamma narsa o'chib ketadi. Endi yana bitta narsani qaytaramiz. Xo'p, misol uchun endi biz qarzga sotmoqchimiz qaysidir mijozimiz uchun. Mana hozir bizda mijozimiz bormi? Ha, bor ekan. Qarzdor namga mahsulot biriktirildi. Biz endi uni qarzga biriktiryapmiz. Misol uchun mana jami shuncha to'landan nol, qarzga shuncha. Misol uchun endi siz barkod qanaqadir printerda bo'ladigan chekli yoki cheksiz urishingiz mumkin. Misol uchun men cheksiz urdim. Mana tasdiqlaysam deyapti. Misol uchun bu yerda 10 ming so'm qarzga tiqdi. Tasdiqladim, endi chiqish qildim. Chiqish qilgandan keyin bu o'zini paneliga qaytadi. Bu yerda ham o'zini kunlik savdolari, misol uchun 7 kunlik trenddan qancha mahsulot sotganligi, misol uchun kecha 180 million so'mlik mahsulot sotgan, undan oldingi kun 50 ming so'mlik, bugun bo'lsa 10 ming so'mlik sotdi xolos. Ushbu joyda jami qancha savdo bor, bir kun 30 kun ichida nechta savdo qildi, misol uchun buni filialda qancha kam qolgan mahsulotlar bor, shu narsani ogohlantirib turadi. Xo'p, endi bizda mijozlar bor. Mana mijozlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana mijoz mana hozirgina biz 2052 da 10 ming so'm qarzga qo'ydik bu odamni. Endi qarz tarixini bosadigan bo'lsak, mana ushbu odam 10 ming so'mlik denani ko'k so'kidan oldi. Xo'p, endi bizda ushbu mijozdan to'lov qabul qilishimiz mumkin. Masalan, mana faqat qarzni yopish qiladigan bo'lsak, 50 ming beradigan bo'lsa, u avtomatik ravishda faqat 50 mingni o'zida olib qolib, qolganini qaytarib qo'shib beradi. Lekin biz to'lovni qabul qiladigan bo'lsak, bu narsa, misol uchun qancha qarzi bo'ladigan bo'lsa ham hammasini qabul qiladi va uni haqdor qilib qo'yadi. Misol uchun keling, hozir ushbu odamni jami 20 ming so'm qarzi bor. Ya'ni jami 15 ming so'm qarzi bor ekan, biz hozir unga 50 ming so'm pul to'lov qilamiz. To'lov qiladigan bo'lsak, hozirgi bu paytda orqasida qarz so'mda 15 ming so'm ko'rsatib turibdi. Bosdik, endi u 35 ming so'm haqdor. Ertaga 35 ming so'mlik mahsulot olsa ham, misol uchun 35 ming so'mdan ko'proq mahsulot oladigan bo'lsa, biz o'sha qarzni ayirib tashlaymiz va agarda qoladigan bo'lsa, uni mablag'i biz uni haqdor deb hisoblaymiz yo yana qarzga o'tib ketadi. Endi bu yerda sotuv tarixida o'sha filial qaysi mahsulotlarni sotganini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun chekki bosadigan bo'lsak, bu sizga chekkizni ko'rinishini ko'rsatib beradi. Misol uchun mana valyutada demo sotuv ovqat, mijozga shuncha berdi, mana ko'k berdi, jami qancha, to'langan qancha. Ushbu xohlasangiz chek chiqarish, yana marta chiqarib berishingiz mumkin. Bu ham sanadan sanagacha filtrlar ishlaydi. Endi bu narsani ombor. Ushbu joyda omborlar ko'rinib turibdi, qaysi mahsulot bor, nimalar bor, hammasini ko'rib turibdi. Endi bizda hammaga yoqadigan funksiyasi bu filiallardan, ya'ni o'ziga biriktirilgan filiallar yoki omborlardan bemalol mahsulotlarni ko'rib, unga buyurtma berish. Ushbu joyda filial yoki ombor ko'rish va so'rov. Ushbu bo'limni bitta ochish bosadigan bo'lsak, misol uchun bizda mana manbani tanla deyapti. Misol uchun hammasi tanlanadigan bo'lsa, bu ham ombordan ham filiallardan ma'lumotlarni olib keladi. Endi biz faqatgina filialni tanlaymiz. Filial tanlaganimizdan keyin demo ovqat. Hozirgi paytda demo ovqatdan hech qanaqa manba yo'q. Endilikda biz ombor tanlaymiz. Ombor tanlaganimizdan keyin ovqat omborini tanlasak, ovqat omborining ichida dena ko'k bor ekan. Mahsulot sonlari bittasida 50 ta, bittasida 46 ta. Keling, hozir denani o'zidan 5 dona deb yozamiz. Yuborish qilamiz. Endi bu yerda bizda filiallarga bo'lgan so'rovlar ko'rinib turadi. Misol uchun hozirgi paytda men 5 ta dena so'radim. Ombordan, mana ovqat omboridan qabul qiluvchi bu demo filial ovqat tasdiqlash uchun qabul qildim. Misol uchun bu narsani tasdiqlaydigan bo'lsa, bu narsa yo'lga chiqdi degan, ya'ni delivery shipping time bo'ladi. Bu narsa siz qachonki siz qo'lingizga olganingizdan keyin tasdiqlash bosadigan bo'lsangiz, o'sha paytda siz omboringiz ko'payadi. Undan keyin status o'zgaradi. Misol uchun qabul qilingan o'zgarib qoladi.
hozirgi paytda omborchi bu narsani tasdiqlaydigan bo'lsa, omborchidan bu narsa ayriladi va taksidan yoki kimdirdan bera oladi. O'sha paytda yo'lda degan statusga o'tadi. Xo'p, endi bu yerda xarajatlar oddiy qo'shish, misol uchun yangi xarajat qo'shish belgilaymiz. O'sha joyda summasini, valyutasini, svetmi, qaysi kategoriya hammasini belgilab ketamiz. Xo'p, endi bu yerda bizda sozlamalar, bu narsa oldindan ko'rgandek. Xo'p, endi bu yerda kunduzgi kechki rejim qanaqa ishlashini bir boshdan ko'rib chiqaramiz. Kechki rejimda bizning dasturimiz shunaqa javob beradi. Agar sistemga qo'yadigan bo'lsak, bu narsa avtomatik ravishda kompyuteringizda qanaqa yorug' turganmi yoki kechki rejimga kirganmi o'zi avtomatik moslashadi. Endi ko'pchilik odam bizda katta yoshdagi odamlar lotin tili, o'zbek tilidagi lotin harflarini tushunmaydi. Shuning uchun biz kirilchani ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni endi mana bemalol boshqaruv, sotuv, mijozlar sotuv tarixi, ombor, xarajatlar, sozlamalar. O'sha joyda bemalol ilovamizni o'zbek tilidagi kiril harflardan foydalangan holatda ishlashingiz mumkin. Endi bizda ko'proq rus odamlar ham ishlatadi. Shuning uchun bu narsa rus tiliga ham o'girilgan. Agarda ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, bemalol ingliz tiliga o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi bu yerda biz o'zbek tili lotin tilidagi tanlaymiz. Xo'p, bu yerdan klaviatura qanaqa ishlashini ko'rsatdim sizlarga. Endi bu yerda bizda klaviaturamizda ikkita til bor. Ya'ni bittasi ingliz tili, ikkinchisi rus tili. Rus tilida qilib saqlaydigan bo'lsak, biz bemalol ushbu rus tili harflaridan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, hozir bizga kerak emas. Xo'p, buni kuvertiga o'zgartirib qo'yamiz va kerak emas. Sotuvchilik sozlamalari, misol uchun har bitta filial o'zini sotuvchiligini bemalol telefon raqamlarini almashtirib ko'rish mumkin. Barkod sozlamalarni ham. Bu narsa qachonki sizda yoqilgan bo'lsa, ya'ni siz olgan tarifda ushbu sozlamalarni boshqarish rejimi bo'ladigan bo'lsa, siz o'shandagina bu narsani bemalol boshqara olasiz. Endi bu yerda bizda faol sessiyalar, ya'ni siz akkauntingizga kimdir kirib olgan bo'lsa, shu joydan o'sha odamni chiqarib yuborishingiz mumkin. O'zi avtomatik ravishda sessiyadan chiqarib oladi. Agar kimdir kirganini sezgan bo'lsangiz, bu yerdan parolingizni bemalol joriy eski parol va yangi parollarni bemalol kirgizib qo'yishingiz mumkin. O'shandagina siz xavfdan xoli bo'lasiz. Maksimal ravishda bizning dasturimiz shunaqa ishlaydi. Endi bizda to'lov turlari naqd, karta, endi misol uchun hozir kalkulyator qanaqa hisoblashni ko'rsatib beraman. Misol uchun top tovarlarni kontrol qilishni bu yerdan ko'rsatgan bo'lsam, endi biz bu yerdan kalkulyator qanaqa ishlashni, ya'ni jami 10,000 so'm, agar mijozimiz bizga 25,000, ya'ni 25,000 bergan bo'lsa, biz qancha qaytarishimiz kerak? Misol uchun qaytam 15,000 so'm ko'rsatadi. Xuddi shu holatda bizning qarzli ilovamizni sotuv oynasi shu holatda ishlaydi. Agar qanaqadir savollaringiz tushunmagan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirib qo'yishingiz mumkin. Biz maksimal ravishda tezroq javob beramiz va eng oxiri qolgan narsasi bu sessiyani yopish. Sessiyani yopganingizdan keyin, misol uchun men hozirgi paytdagi mijozim menga 50,000 so'm berdi. Kassamda 50,000 so'm bilan yopildi. Endi bemalol sotuv oynasiga birinchi marta kiradigan bo'lsangiz, sotuv oynasi sizni ogohlantiradi. Hey, sen hali kassani, sessiyani ochmading, sessiyani och. Filiallarning egasi, ya'ni do'konlarning egasiga ogohlantirish beradi. Bo'ldi, o'sha odam xodim ishlashni boshladi deb beradi. O'sha joyda sessiyani ochish boshladigan bo'lsangiz, kassada qancha naqd pul borligini bilib oladi. Ertaga sessiyani yopganingizdan keyin oradagi tafovutni u bemalol aniqlab bera oladi. Misol uchun, bu qanday? Kassada sizning 10,000 so'm pulingiz bor edi. Boshida siz 200,000 so'm savdo qildingiz bir kunda. Endi sizda kunning oxirida 210,000 so'mlik sessiyani yakunlashda summa kiritilishi kerak edi. Bu narsani dastur avtomatik ravishda hisoblaydi. Lekin siz 205,000 yoki 202,000 yozadigan bo'lsangiz, 8,000 so'mlik farqni super adminga, ya'ni o'sha filiallarning barchasining egasiga ogohlantirish sifatida yuboradi va siz xohlasangiz o'sha ishchingizni bu ishdan bo'shatishingiz yoki qanaqadir ogohlantirish berishingiz mumkin. Bu ham sizning holatingizga qarab, balkim u pulni bilmasdan siz olgan tursiz, qaysidir xarajatlar uchun, misol uchun svet o'chib qoladigan bo'lsa yoki qanaqadir to'lov muddati kelgan bo'lsa, o'sha paytda berib olganingizni bemalol kirgizib qo'yadigan bo'lsangiz, u hech qanaqa ogohlantirish bermaydi keyin o'sha payt uchun. Xullas, bizning sotuv bo'limimiz shunaqa ishlaydi. Endi sekin 3-videoda biz ombor qanaqa ishlashini birma-bir ko'rib chiqamiz.